Men adım Abdullayev Abbasbek. Bu saha neçetip girip geldiniz? Yani bassanız jarayanı neçik bolgan? Yiğit kişiye 40 hunar az. Maşin satıp gördüm. Şunda sizni muvaffaqiyatiz atakasib tanlaganingizdan Atakesip tanlaganimdan özü bu mevzu miyeni yiyip oldu desem bolar. Öte güçlüden hem güçlü teklif bulmasa hazır 2025'inde bundan bağlı en güçlü teklifle bulmasa işleş öte kıyın. ben maşinlar aradım, köp qiziqasiz. Birinchi mashinani chiyashlagansiz, keyin nova mashin bo'lgan. 6 ay içinde pul neyine kalma. 111 Damazdadır. Videosunu koyup Sen Sen onu görmeyesin. Önünü bir saklaş dersin. 6 ay desem boladı bu işte de. Hazırki biznesinizde eng katta muammo nima bo'lib Muammo bormi? Pul yetişmezdi. Assalomu alaykum hammaga. Bu podkastimiz Xorazmda elektrotovar va xo'stovar sohasi bilan shug'ullanib kelayotgan Abbas og'a bilan bo'ladi. Abbas og'a sizni o'zingizni ko'pchilik taniydi, lekin tanimaganlar uchun o'zingizni tanishtirib bersangiz. Men adım Abdullayev Abbasbek Adilbekovich. Bu elektro xo'stovar sohasi otakasb. Qariyb 5-10 yaş desegan bo'ladi. 20-25 yil taki stajimiz bor. Hozir güne gelip elektr xo'stovar ishlarni yengaytirganmiz, elektr xo'stovar etganmiz. Asosiy necha yillik bir qariyb 10 yillik 10 yil 15 yil desagan bo'ladi Optim sohasida Qoraqalpoq Xorazmga tarqatish bo'yicha elektr tovarni 10-15 yillar bo'lib qoldi. Oxirgi 2021-yildan boshlab o'zlarimiz toza do'kon qurdik. Elektr xo'stovar etdik. O'shanda endi do'konimiz 450 kvadratdan 2 etaj. Bu soha neçetip girip geldiniz? Yani bassanız jarayani neçik bolgan? Endi eski düzüm bo'yicha ata bolaga qarashish kerak bo'lgan. Şahsan masalan özüm yoshlikdan dadam yanında qarashib santexnika aralash, xo'stovar aralash, sim, elektr tovar aralash Raycenter bozorda. Endi meni angim bilganlar, undan ham eldim boshqa yerlarga chiqqan ekanlar. Yordamchi bo'lganman. O'zidan bu kasb o'zi odamning hayotuna girib ketadi ekan. Shunday erkak odam baribir ishlashi kerak-ku. Mesela 2021-2022 yillarga kelib eski ata kasbga qaytdik desagan bo'ladi. Otangiz sababchi bo'lgan shu kasbni tanlashga. Albatta. Qiziqish bo'lgan soha o'zingizda yo boshqa narsaga qiziqib ko'rganmisiz? Endi yigit kishiga 40 hunar az. Mashin sotib ko'rdim. Telefon nomer sotib ko'rdim, bir hit bo'lgan narsalar. Hamma biladi. Shu bu sohani boshlajak vaqtingizda eng katta qiyinchilik nima edi? Shu daraja ekkab olishdami? Endi to'g'risini aytganda ata kasb dedim-ku. Buni qiyinchilik sezmayapman. Asosiy qiyinchilik oborotni o'stirish bo'lgan. Endi bundan bani qiyin bo'lmasam kerak, qiyin bo'lsam kerak. O'shunda endi raqobatchi eng kuchli vaqtlardamiz. Shunda sizni muvaffaqiyatingiz ota kasb tanlaganingizdan. Ota kasb tanlaganimdan u aniq narsadan. O'zi kasb tanlashda nimalar e'tibor berish kerak? Endi yoshlar ham ko'radi baribir. Kasb tanlashda o'zi bu mavzu miyani yeb bo'ldi desam bo'ladi. Masalan, bolangizni nega qiziqasan deb so'rash. To'g'ri, men ham qo'shilaman fikri. Lekin otadan o'tgan kasb osonroq bo'ladi deb o'ylayman. O'zi pulni topgan emas, tutgan boy bo'ladi-ku. Eskilarning gapi desam bo'ladi. Bu dunyoning haqiqati desam bo'ladi masalan. Pulni topgan emas, tutgan boy bo'ladi. Endi topish ham kerak. Tutish uchun topish kerak-ku. Menimcha eng asosiy narsa otani kasbini davom ettirgan. Agar bu zo'r ish bo'lsa, otani kasbini davom ettirgandan zo'ri yo'q deb o'ylayman. Birinchi mijozlaringizni nechatib topgansiz? To'g'ri, hozirgi vaqtda mijozlarni topsa bo'ladi, internet orqali, boshqa joydan, raqobatchilardan topsa bo'ladi, lekin siz boshlagan vaqtda internetga ko'p odam girmagan misol uchun. Mijozlaringizni nechatib topgansiz? Ishlagan vaqti sal osonroq desak ham bo'ladi, lekin aytganimning ota kasb
Unchalik ham qiyin bo'lmagan. Dadamni katta ko'pchilik tanigan. Mijoz qidirgansiz degan savolga kelsak, asosan men shtuchni emas, optima qiziqqanman. Optim sotish. O'shunda endi ob'yomni sotilgan. Shu klientlarni asosan yurib, do'konlarga girib topganmiz. Arada klientlarimiz bo'lsa, Ya'ni o'zingiz taklif bergansiz basta taklif do'konchidan bo'ladi. O'ta kuchlidan ham kuchli taklif bo'lmasa, hozir 2025 yilda bundan buyon eng kuchli takliflar bo'lmasa, ishlash o'ta qiyin. Relizga tushib ketgan ishlar bo'lsa, mahkam belni duymasalar, lekin mahkam durmasalar ishlash qiyin bo'lib qoladi. Haqiqatan-ku. Oddiy suv sotishga kelsak ham, non sotishga kelsak ham. Her gün yedin o'zing raqobat kuchli. Raqobat kuchli. Biznesingizni yuritib, shu darajaga kelishda sizga eng katta saboqni bergan xatoyingiz nimada? Xatosiz o'sish bo'lmaydi o'zi aslında. Ko'p taklif tushadi Toshkentlardan, yaxshi joylardan. Taklifchi hozirgi kunda Xitoylarning o'zlari taklifni urtirdi. Shulara o'tib ketgan xatolarni tarazilasak, past nazarda qaragandan, yaxshi e'tiborsizlikdan to'proq tutgan oltin bo'lar edi deb qolaman menda. Assortimentni yetkazib berishdan u xato yo Ava. shu e'tiborsizlik kasb turib qimmatroq olib qo'yganingizmi, arzon narsa chiqqan vaqtda uni amindirib qimmatroqini olib qo'yganingizmi? Plus minuslar bo'ladi baribir ishda-da. Yodda saqlab qo'yaverishni o'zi ham xato. O'tgan ishga salovatda ham eng yaxshi gap bor-da. Zarar foyda. Eng katta xatolarni to'g'risini aytsam Eslamaysiz. Eslolmayman turibman. Endi xatolar bo'lgan lekin. Mashina olib sotishga qiziqib, yaxshigina endi hammada o'tgan hozirgi dim trendda mashina olib sotib zarar ko'rish deyman. Men mashina olib sotsam foydada, zakoniy foydada bo'lish kerak degan fikrda aytganman-da endi bir qo'shimcha bir o'lim bir mashina olib sotmoqman-kudan. Abbos sizni hobbingiz nimada? Nimalarga ko'p qiziqasiz? Nima bilan shug'ullanasiz? Ishim hobbim edi desam, Endi ishdan tashqari, bekor vaqtingiz. Aldinlari telefon nomeri qiziqaradi. O'zimni hobbim shu deb o'ylar edim. Aslan tarazilasang u xato bo'lib chiqqan bo'ladi. Hobbi demasam bo'ladi uni. Bema'ni ish desam bo'ladi ekan bu narsani. O'zim olib sotaman, foyda ko'raman, zarar ko'rmadim-ku. MTS o'chganda hamma biladi. 60-70 tane nomerim bor edi. 5'si 6'sı bir xil. Nomer sotadiganlar hammasi. Endi ish yurtirdi, plan bor. Arzon taklif, yaxshi nomer bo'lsa olib sotaveramiz. Endi yaxshilik desam bo'ladi unda. Hozir 31 yosh bo'lsam, 20 yoshlarimda yuringlar endi. Undan keyin mashin. Undan keyin ish erkak bolan qiziqman narsasi. Mashin nomer. Mashin sotish bahonasida uydagilar shunga ishontirasan-ku baribir. Bilaman, mashinalarga dim ko'p qiziqasiz. Birinchi mashinangiz necha yoshda olgansiz? Keyin nima mashin bo'lgan? Birinchi olgan mashinim Captiva bo'lgan. Uni hamma biladi-ku, qaygan. Necha yoshingizda olgansiz uni? 18 yoshimda olganman. 6 oy ichida pulni yig'naganman. Shunchalik Shu biznesingizning arkasidan. Shu biznesning arkasidan shuni Xudo beradi ekan, shuni jadallaganmanmi? Xudoyim ol qulim deganmi? Shu vaqtda yodimdan chiqmaydi. Shovot tekstil qurilib turadi. Nechadan nomer taqqansiz? O'lib shu vaqtda 070 degan nomerni bermasadi. Men 077 shu atrof endi. 707 в общем qiyin edi. 070 ni yuk mashinalari beradi yoki bir ayrim odamlarning mashina nomerini ko'rar edim lekin. Auksion yo'q edi vaqtda. Auksion yo'q edi. Birinchi mashinim nomeri 077 edi. Hozir auksion ochildi nomerlari. Auksiondan nomer xarid etib olsangiz chiqarasiz. Auksion degan nomer 2017-yil Kelmali bo'lganman. May oylarida. Menimcha adashmadim. 252 degan nomer taqib turganman. O'remenni Kelmali bu. Toza chiqqan vaqtda o'zim
Devlet kursları göterilip 40 neçe ming dolarda devlet kursunda 210 milyon mu? Şunun ağamız. Şu vaxtın. 111 damazda durdu. Ha, Videosunu koyup sen beramiz onu- resmi bolsa. Sen onu görmeyesen. Nönül bir saklaş deyaptı. Ova. Ahırda Travis'e koyduk. 5-6 ay aydadım. Bir işe pul yetmedi. Pul yetmedi. Tamam. Şu yetişmeyicilik. Satıp biznese dikip dursun. Satıp biznese dikip. Hazır biznesizni en köp etibar qarat turgan yo'nalishingiz nima biznesda? Endi bilaman siz elden elektro tovarlar bilan shug'ullangansiz. Hozir qurilish mollari ham bor sizda, santexnika ham bor. Shu yo'nalishdan qaysi birine ko'proq e'tibor qaratdingiz? Asosiy elektr tovar lekin shundaysa bizdan hozir 30 işte dekabrning oxirigacha bizdan sezonimiz hisoblanadi. Les sohasi bo'yicha. Shunga elektr tovarga birinchi o'rinda qarayman. Ko'p firmalarning dilerlarimiz. Lekin dükanam 50'ye 50 desem ham bo'ladi. Hozirgi kunda 50-50. O'shanda endi shuncha ulug' do'kon bir e'tibor etmasa ish yurmaydi. Hozir sizni bu yo'nalishingizda, bu biznesingizda sezonga qaraymi? Misol uchun odamlar to'y etsak, Dim kuzda, qaraydi. qishgacha aytib bo'ladi. Dim qaraydi sezon degan o'zi shu xostova degan kasal o'zi. 6 ay desam bo'ladi ekan bu ishlarda. Ova. Lekin elektr tovarda 3-4 ay lampishga sal kamroq yetib turardi. Baribir avtomat, ключатор, rozetka u doimiy ketaveradi. Sim sal 20-30% dim bilinmasa-da, hozir raqobatchilar ko'paysa buni ko'p bilinib boshladi shu. Hozirgi biznesingizda eng katta muammo nima bo'lib turibdi? Muammo bormi? Eng Nima katta biznesda bo'ladi eng muammo? katta Muammo nima? muammoni pul yetishmasligi. Pul Ko'rsan, yetishmasligi. ko'na Lasetti'da yuribman. Gentrada. Gentra laqabli Lasetti'da. Damas'ta yuribman. Ondan yük mashina olib qo'yibmiz-da endi. Ishatasan, ishga kerak-ku. Mutana dastavka ishlab yuribdilar shular. Biznesingizni keyingi 5 yilda nechik darajada tasavvur etasiz? Ko'p o'zgarishlar bo'lib borayotir. Yaqinlarda masalan ikkinchi do'konni sheriklik asosida ochdik. Yana shunday taklif bo'lsa, bemalol shunday ochganimdan keyin aytib qoldilar. Bilsam edi. Men ham ochar edim, pulim ham bor edi. degan odamlar ham bo'ldi. Hozir zo'r narsadan u. Masalan, ideya bor, arzon olib sotish bor, nima bor, biznesni kengaytirib borayotirmiz. Kelasi 5 yilda kengayishni planlashtirib tursiz. Kengayishni planlashtirib turibmiz. Sherikchiliklarni ko'paytirish, Ava. kengayish. Asosiy sherikli ishlash osonroq. Kandil biznesingizda sherik topildimi? Kandil biznesda topilmadi. Yo'q, ana. Unga bir maqsadli sherik kerak-da unga. Lekin men bilaman shu. Gunda ne yaqadilar? Gunda yanki. Nav qarab target yaqadilar. Ha. Men вообще berjekman shu patologimni. Ha. Hozir Necha kvadrat edi patolog? 450 kvadrat. Вообще berjekman shu Kandil lustra bo'yicha marketing yurtirdi. Reklama yetirdi. Klient ham bor. Kelib chiqib turdi. Prosto ishlab, shu patologimni ber. 50-50, 41'e, 51'e, 49 ham kerakmidi? 50-50 ishimiz. Ha. Sheriklik asosida. Lekin shu maqsadli odam bo'lsa, xudo xolasa yildan yil отчетный video ishlashni fikr etib qo'ydim men. Ha. O'shanda endi 5 yil o'zi oz vaqt emas, ko'p vaqt emas, tubdan o'zgartirmak. Yanada maqsad paydo bo'ldi, yaxshi o'zgartirishadi. Biznesingizni hozirgi darajadan keyingi darajaga olib chiqish uchun, rivojlantirish uchun yana novi ko'nikmalar kerak bo'ladi deb o'ylaysiz o'zingizga. Ko'nikma deganda nima masalan? Ko'nikma deganda nodir o'rganishingizmi yo nechikdir qaysidir yo'nalishni tanlashingizmi biznesingizni rivojlanishi uchun? O'zi ilm olishdan umuman to'xtamaslik kerak. Ha. Masalan, o'zi bu qadimdan gap bu yosh bola bir kompyuter yoki o'rgatgan aqlına bir kompyuter ketdi dedi. Ha. Ya bergan aql berish uchun bir kompyuter dedi, to'g'rimi? Ha. U hali yosh boladan boshlanib turibdi. Kimlardir hozir internetga chiqib yotdi-ku, bo'lmaydi. Bir narsa o'rganib qo'yish kerak. 99 ga 1 olsam, shu 1% katta natija berib berish mumkin. Ishni
gelesi 5 yıllıkni işni o'zgartirish uchun ilm izlash kerak, kitob o'qish kerak. Ko'na kitobli olsam yordam berishim mumkin shu narsalar. Biznesga taalluqli narsalar. Ha, biznesga taalluqli. Aynan biznesga taalluqli olmasam bo'laveradi. Odamning fikri kengayadi baribir. Shu xostovar, elektrotovar, santexnika sohasini endi girjak bo'lgan yo girib keladigan tadbirkorlarga nima maslahat bergan bo'lar edingiz? Asosiy maslahatim pul bo'lsa ochish kerak. Ochilgandan yapilgan tez bo'lmasligi uchun pul bo'lishi kerak. Naqd pul ochish kerak dejaysiz. Qarz olib emas. Aldam-qaldamsiz kredit amin. Aldam-qaldamsiz sherik topsin. Puli kam bo'lsa. Hozirgi kunda Xorazm saytida ochsa nechik yuram bu narsa yo qiyinroqmi? Yaxshiroq atib ochish kerak-da. Yaxshiroq Yoki- nechik yangiliklar ko'proq bo'lsa. Yoki yana taxta bozor tomonlar toza do'konlar ochilib turibdi. Ha, Yomon emas. Kurra o'ynashib turibdilar. Ya kur kafil ochib turibdilar. ha. Kafil biznes ham kichkina biznes emas. Kur elektr tovar. Masalan, kichkina olsa bozorvoy bo'lsin, bozorga borsin. Tavakkal etib ko'rish kerak. Xatosiz katta o'zgarishlar bo'lmaydi. Xato hisobidan o'zgarishlar bo'ladi. Yeddi o'lchapmi? O'zi- Hozirgi vaqtda Shu sohaga girib kelayotganlarning eng katta xatosi nimada bo'lishi mumkin? pul borlig'ida deylik, ko'p vajni bir narsadan ko'p olib tashlash desak bo'ladi. Yaxshi to'g'ri tochka tanlamagan desak bo'ladi. Hozirgina turk bozorchilar giyim sohasi bo'yicha dim zo'r tavakkallanib turibdilar. Xudo barakasini bersin shular ham. Kichkina emasdan arenda bajik odam ham arzon yer emas. To'lijak odam ham kichkina biznes etsa yurmaydi masalan. Ha. Shu yaxshi tochka tanlasin. Pul bilan o'ynagirsin, aldamasin. Sheriklashsin. Yoki o'zini puli bo'lsa domam yaxshi, o'zi yursin. O'zi boshida o'zi ishlasin. Ko'p pulli bor odamlar etik ko'rmayishini aytib qotadi-da. Ha. Birinchi mana xatolardan kelib chiqib aytsak, üstüne ko'proq vaqt ajratish kerak. Biznesmen asosiy rolda bo'lishi kerak baribir. Agar biznesingizni bir so'z bilan ta'riflash imkoni bo'lganda nima deb ta'riflagan bo'lar edi? Uyingda o'zi bir 6-7 soat uxlaysan hozir. 11da borib 6da to'g'ri yo'lda yurgansang, asosan ishda o'tirgan bo'lasan. Ha. Ikkinchi uying desang bo'ladi. Bir so'z bilan. O'rnini qo'yib ketaverasan. Ichayim desa bo'ladi. Siz uchun ikkinchi uy, to'g'rimi? Men uchunmi? Mana shu ikkinchi uy desam bo'ladi. Hayotimning eng asosiy yurib turgan joyi shuda. Rizq Allohdan. Sababchisi shu. Do'koningizda o'zi aksiya o'tirib turasizmi? Aksiya o'tirsangiz nimalar e'tibor berasiz? Shu masala bo'yicha o'zi odamlarni o'zi menimcha bir dim zadat ber desam bo'ladi. Aksiya ishonchsiz gap bo'lib qoldi deb o'ylayman men. Hozirgi vaqt. Biza do'konimizda shuning o'zi do'konimizda bolalar bilan jamoamiz bilan maslahatlashib masalan summaga yarasha bir o'z qo'shib berish narsaga kelishganmiz. Birinchidan hozir qimmatlasang o'zi gelmaydi. Ha. Aksiya deb o'tmay qolgan tovarlara yo'naltirib tutdilar-da hozir. Ha. İşletezenden ben hazır şu aranda 50-60 bin 70 binden gelen köyüne led panellerim var. Aksiyadan asırlarına yer bakasından. Amidarak onu. Hatarak aksiyada. Aksiya. Saf aksiya edecek olsan iş hamidla. Aksiya meselesi bize üzlerimizden çıkarıp tutmaz. Dükkanımıza gelen mıcazlarını mesela hazır yine dımam kompütere oturup batırmız. Ha. Bir oyunu nölden başlayan olsa şu adam adını girip koyacakmız. Özüne aytımız ekan. Nechik bo'ladi u keyin tartibi? Tertibi sunmaya yarasa ko'ngildan chiqarib bir o'z beramiz. Ha, bir uyni noldan Bu kuradi. meni ideyam. Bunga o'zini bildirmaslar, kompyuterga Ha. kiritib qo'yasizlar. Keyin ichadir summa Haqiqiy aylantirdi. savdolashib, natib olaveradi. Masalan,
Hiç təməgirsiz adamlar bu. Beremiz biz adam şular. Köngül bu. Ne boluşu mümkün bir adam vəziyyət? Məsələn, bir uyunu nöldən qurub Mesela bitirəcək. o ortaca 10 milyonluk 10-15 milyonluk tavar asala Ay, mikroonlovka boşu mümkün. 3-4 milyona olarak stoşinerse Sizin sahayızda kuruluş malları biznesinde SMM reklamanın faydası var mı? şu narsa sezilmeydi lekin bize de. Ay, Blogerlerden mesela hazır Cesur Rüstemiş hitte botturgan yaki rastlarımdan tanam aşıya real dünya bu. Şoktu lan alma. Şoktu la bir şey pulun bolsa. sizde Bere şey. faydası var sizin biznesde doğru gələn auditoriyası doğru. Kettemez lekin azrak. Bəs reklama bilen SMM'ni kaystırmayana da ornu var biznesi rivajlandırsa doğru mu? Hava. Ümumi reklamada var. Şimdi ber boluşu gerekli. Bu narsa bu. Ya. Reklama işini motoru desem boladı öz aslında. Lekin doğru reklamanı berişti da gel. Abbas'a şu intervyumuzun ahırında yaş tadbirkarlara ne məsləhət bergen bolar ediniz? Məsləhətim doğru caya, doğru yönəltirişdən. Əsası özünü kəsbini rivajlandırışına məsləhət verəm.